Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi Zo'r, qoldingizmi? Ancha? Ay, vaqtingiz zo'r bo'lganman. Yaxshimi? Qancha bo'lgan endi qandli diabetga? Ay, bir 4 yilcha bo'ldi, 9 so'rab yurib. Hech tushmadi boshqa dorilar ichdim. Shu o'g'lim, men Ermurod aytdim, Latviyadan o'g'lim olib kelib berdim aslida, Ermurod. Dadadan mana bir ichib ko'ringchi dedi. Shu ichganimdan keyin bir 20 kundan keyin haligi nimasini ishlata olmadim. Tekshiradigan dedi. Qani olib keling ishlatib beraman. Hozir olib chiqaman. Ishlatmadimi doktor? Bilmadim. Buni biz prosta ishlatamiz-da, o'zinikilar tekshirib qo'ydi. Iya. Uni ishlata olmadi. Endi ashay qo'yib qo'yganman ko'rib. Nimadan keyin qandli diabet bo'ldingiz? Ha, endi qadam bilaman, Bilmaysizmi? O'sha oldingi uydagilaringiz bo'lganmi? Yo'q, hech kim bo'lgan emas. Doktorga tekshirgan bo'lsa, qandingiz oshib ketdi dedi. Ha, bo'pti deb dorilar yozib berdi, olib ichib yurdim. Bo'lmadi, yana bir kelib, o'zi keldi oxiri bormadim. Tekshirib, hali ham tushmabdi dedi. Degandan keyin o'g'lim dada moldan ichib ko'rasizmi? Zakaz qilaymi deb, u Ermurod deyapti, shu o'g'lim. Zakaz qildi. Shundan keyin bir 20 kun, 25 kundan keyin borib tekshirtirdim. 5 ga tushibdi. Xursand bo'lib ketdim. Diyeta qilmayapsizmi? Hech narsa qilmayman. Dorilar Dori shu mashina ichgandan beri umuman dori, hech qanaqa dori ichganim yo'q. Davleniyam o'zi bor dedi. Davleniyam ham hozir zo'r, shundan beri. Sahringiz zo'r. 7 chiqdi. 5 7mi? Zo'r. Sahringiz zo'r. Sog'ligingiz qanday? Aytayapman, zo'rman deyapman. Mana ko'ryapsiz, zo'rman. Asli voy zo'r yuribman. Xudoga shukr, zo'rman. Zo'r. Sahringiz ham zo'r. Aslida biqinim og'rirdi, og'zim qurib qolardi, boshim. Endi davleniyam bor-da. Davleniyamnikimi deb yuraveradi. Davleniyam ko'tarilmayapti, yaxshiman-da. Shunaqa shu, Shunaqa bo'lgan. Oyoqlarim olib chiqdi, bansarada yotibdim endi. Juda 4 oymi, 5 oy bo'ldi hozir. Qanaqa natija bo'ldi o'zingizda? Nimalar Aytayapman, ko'ryapsiz, qonunlarim shu o'zidim, yaxshiman, yengil yuribman-da. Yo'q, haqiqatdan endi bu agar qandli diabet bo'lsa, olib ichsin. Men ko'plarga ham maslahat beraman, olib ichinglar bir qandli diabet bo'ldi desam, ular bari reklama qilaveradi. Ha, shunaqa. Aslida o'zingizlar bilasizlar dedim. Ammo dedim, men zo'r bo'lib qoldim dedim. Boshida sizda ham ishonchsizlik bo'ldimi? Men o'rgatdim. Men buni apterniki bular ashnaqadir desam, aytib ko'rar, endi olib qo'ydim, zakaz qilib qo'ydim dedi. Bir oydan shu 25 kundan keyin sirasi sezildi. Sezildi. Hozir ham ichyapsizmi? Aytaman, 3 tamikin dona qoldi. Tugaydi, bugun tugaydi, kelib qoldi yana aytaman-da. Mahsulotdan rozimisiz? Bilmadim, roziman aytayapman, nima? Men yaxshi yuribman, Xudoga shukr. Ko'z tegmasin. 5-7 bo'lib qolibdi mana. 5-5da, 25 kundan keyin bo'lgan. Ha. Xudo xolasa bundan ham yaxshi bo'lib, qandli diabet saflaridan chiqib ketishni nasib qilsin. Shunchalik vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Chiqib ketmagandirman ham. Xudo xolasa. Zo'rman. Ham zo'r bo'lib ketasiz. Yana iching. Aytamiz-da, o'zim tayyor narsani ichmaysizmi? Doridan ko'ra. Doridan ko'ra, dori. Baribir mana davleni bu necha yil davlenaman. Ichmayapman, shu davleni dori ham ichmay qo'ydim shundan. Faqat choyda o'zim. Choyda o'zim ichyapman. O'zi hech narsa ichmayapman. Rahmat sizga ham katta. Shunchalik vaqt ajratganingiz uchun. Sizlar ham rivojlanib ketsin. Aytganingiz kelsin. Charchamang. Ularni ichishda davom eting.